Paxta milliy boyligimiz deb. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Paxta milliy boyligimiz deb bir vaqtda o'zimiz ham barchamiz ko'krak kerganmiz. Xuddi shunga o'xshagan masala ishlatib bugun kundalik hayotimizda foydalanib kelayotgan paxta gulli choynak piyolani o'z ma'nosi bor ekan. Biz bu choynak piyolani milliy boyligimiz, bizning milliyligimiz deb atab kelamiz. Lekin bu bizning milliyligimiz emas, xuddi paxtadek. Savol: mana shu choynak piyolaga tushirilgan paxtaning chanog'i, paxtaning o'zi qanday ma'noni anglatadi? Topganlar bo'lsa, bilganlar bo'lsa, kommentariyaga javobni qoldirib keting. Keyingi videoda asoslangan aniq javobni aytaman. Bir akademiyada professor o'qituvchimiz bizga buni aniqlab berdi. E'tiboringiz uchun rahmat.